Assalomu alaykum oyijon. Oyijon, shu kampir, qari kampir degan kim edi? Menga qarang, ro'zg'oringizni bo'lib qilib qo'ydim, istaysan mendan. Yo, oyijon, issiqqina somsa pishiruvdim, sizga ham olib chiqdim. Ha? Qanaqa somsa? Buncha shang'illamasiz? Oyijon, cho'choni ko'tarib ko'ring, sizga ataganim bor edi. $100? Nima uchun? Oyijon, anta o'g'irligingizni ko'ryapsizmi? Baland ovozda maski mehribonchilik qotganimni maqtang mani. Voy oyijon, biram sizni kulib bo'laringiz menga xursandchilik baxsh qiladiki. Uni sen ortiqcha. Voy oyijonim. Ha? $100 kam emasmi? Siz mendan $100 ko'p narsa talab qilyapsiz. 200 ga roziman. Xo'p, olasiz ertibgina $100. Voy, o'zi bir keling, shundan keyin mana bu kelib qo'llash dard ko'rmasin, ha? Mana sizni qiyin emas, oyijonim deganman, oyijon. Qolgan yuzini ertaga olasiz, oyijon. Qo'shni, bizdan ketman oluvdinglar, nima bo'ldi? O'sin siz yeringiz olganini olib chiqib bersinlar. Meni yerimni pamyati 128 gigabayt olsa esingizda turardi. Sizni yeringiz olganisi yo'q. Har holda bizga ketmon kerak emas, sizga kerak bo'ladi. Olib chiqib beringlar ketmon. Erim olib kelgan quruq choyda choy damlab yuboring. Erim olib kelgan choynakka damlayman-da. Voy hada. Ha olsin, meni erim qurib qo'ygan uyda yashash mazza bo'lyaptimi? Xavotir olmang, meni erim Iskandar buildingda yangi uy olib berdilar. Yaqinda ko'chib chiqib ketamiz. Ikkinchidan, bu uyni meni erim qurgan. Hech qanday meni erim qurib qo'ygan. Assalomu alaykum ojon. Bu uyni meni o'g'illarim bizning o'g'illarimiz qurib bergan, xo'pmi? Ikkala ikki val jirtir qilasanlar, qo'shi to'g'lab qo'yib uyda pal qolasanlar. Yo'q, bizni ketma. Bu hali beri tugamaydi bilan urush. Gapimiz kelin poshshalar sizlar bilan qaynagachi, qaynasingillar, amma keldi, hamma keldi. Ba'zi bir kelin poshshalar bor. Shu qaynasingil, qaynagachi kelsa, ensasi qotib, ikki tushli kelin xo'ldi bo'lsa, burchiga borib olib, ensa qotar qilib, bir-biriga qiluv qilib, qaynasingil, qaynagachi ko'rsatadigan bor kelin poshshalar ko'rganman. O'sha qaynagachi, qaynasingil ham uyga kelishga bezillaydi. Kelmasa, kelmadi, onasidan xabar olmaydi. Mana biz qilamiz ishini, onasidan keyin xabar olmaydi deydi. Ba'zi bir kelinlar kelsa buncha keladi deb xavotir shu qiladi. O'shaning uchun sizlar ham kelin joyida kelinsizlar. Lekin sizlar ham qizli uylarga borganingizda aka ukalaringiz bordir. Sizlar ham qaynagachi, qaynasingizlar. Sizlar ham borganda onanglarni borganda kelinglar shunaqa qilsa, qani o'rin almashtirib ko'ringlar. Men ba'zi bir deyapman. O'shaning uchun inobatga olinglar, xo'pmi? Bir xilda ko'ringlar.